Assalomu alaykum. Bugun olib qolgan mashinamiz Cobalt. Narxlari bilan birga video o'g'imizni. Bunga qo'yayotgan narsalarimiz E96 GSM Eco model o'rnatyapmiz. Bu brelokdan boshqariladi hamda mobil ilovadan boshqariladigan signalizatsiya. Buning narxi 3.500.000 so'm. Oyna ko'taradigan, mashinani yopganda oynalarni ko'taradigan narsasi 60.000 so'm turadi va shu ikkita narsani mashinaga o'rnatib berish xizmatimiz 1.800.000 so'm. Keyingi qo'yayotgan narsamiz ikkita kamerali video registrator. Buning narxi 1.575.000 so'm. O'rnatishimiz 360.000. Buni o'rnatganimizdan keyin kimdir mashinani ursa yoki ochsa, signalizatsiya ishlab ketganda 2 minutga yozadigan bo'ladi. Signalizatsiyalarning funksiyalaridan ochish, yopish, zavat qilish bo'ladi. Hamda sentr zamoni knopkasidan agar mana shu knopkani bosib ushlab tursak, bagaj ochiladigan bo'ladi. Ikkala kalt egasida qoladi.